Assalomu alaykum. Fuqarolar va harbiy xizmatchilar murojaatlarini tezkor ko'rib chiqish maqsadida Milliy gvardiya qo'mondonining sayyor qabuli zamonaviy formatda tashkil etildi. Qabulda mamlakatimizning turli hududlaridan onlayn ishtirok etgan murojaatchilarning masalalari ko'rib chiqilib, ularni hal etish yuzasidan mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi. Mazkur format ortiqcha ovoragarchilikning oldini olib, vaqtni tejash hamda aholi bilan muloqotni yanada samarali tashkil etish imkonini berdi. Yurt tinchligi va xalq osoyishtaligini ta'minlash yo'lida zamonaviy bilim va salohiyatga ega rahbar kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jamoat xavfsizligi universitetining magistratura bosqichini muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar sharafli xizmat yo'liga kuzatildi. Ularga diplom, ko'krak nishonlari hamda Amir Temurning davlat boshqaruvi va harbiy san'atiga oid bebaho merosi jamlangan Temur tuzuklari kitobi topshirildi. Har kitob ochishing chorlar dilimni. Ahil bo'l, inoq bo'l, to'p bo'lib yur. Vatanga metindan qon bo'lib tur. O'zbekiston huquqni muhofaza qiluvchi organlari qo'l jangi federatsiyasining navbatdan tashqari konferensiyasi bo'lib o'tdi. Unda federatsiya faoliyatini yanada takomillashtirishga doir muhim tashkiliy masalalar ko'rib chiqildi. Yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ularning takliflarini o'rganish maqsadida Milliy gvardiya qo'mondoni Nurafshon shahridagi yoshlar bilan uchrashdi. Shuningdek, Toshkent viloyatidagi Milliy gvardiya bo'linmasida harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar hamda ularning jangovar tayyorgarlik jarayonlari bilan tanishdi. Poytaxtimizda xavfsiz muhitni yaratishga qaratilgan amaliy ishlar davom etmoqda. Milliy gvardiya qo'mondoni tomonidan Yunusobod tumanida jamoat xavfsizligini ta'minlash, mavjud muammolarni o'rganish va samarali yechimlarni belgilashga qaratilgan manzilli tadbirlar amalga oshirildi. Milliy gvardiya faoliyatini badiiy so'z orqali keng targ'ib etuvchi eng yaxshi she'r tanlovining respublika bosqichi yakunlandi. Tanlovda harbiy xizmatchilar hamda iste'dodli ijodkorlar ishtirok etdi. Avvalo men bir narsadan hayratdaman. Milliy gvardiyani saflarida shuncha shoir borligi. Milliy gvardiya Temurning davomi yurt alpomishi, tilida madhiya bulbul xonishi. Eng yaxshi ijodiy ishlar baholanib, g'oliblar diplom, pul mukofotlari hamda kitoblar to'plami bilan taqdirlandi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan haftalik yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Milliy gvardiya hayotidagi muhim voqealarni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.